Hozir. Voy, qizim, kim? Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolam. Voy, qizim, chi bolam? Ha, qizim, tinchlikmi? Kayfiyating yo'q. Kuyovingiz vafotidan keyin qaynonam uydan haydab yubordi. Voy, o'zim o'rgili endi shu bormidi bolam? Kelin. Qanday gachiz kelyapti? Keling, so'mkalarini oling. Nima bo'ldi? Keling, bolam, endi shu bormidi? Bolam, o'tirib gaplashaylik. Shu yetmay turdi endi. Voy-vo. Ja, ishtahalaringiz karnayku, opajon. Shirinliklar, somsalar. Bu ukangizga ham qiyin bo'lib ketdi. Oldinlari 3 ta yashirdik. Xudoni davlatidan mana siz kelib 4 taga ko'paydik. Rosa qiynalyaptilar ro'zg'or qilishga. O'tiring, yemaysizmi? Yo, rahmat, qornim to'q. Opajon, kir mashinamni tug'ilgan kunimga oyim sovg'a qilgandilar. Ha deb ishlab tursangiz buzilib qolmasin. Menga yangisini olib bera olmaysiz-ku. O'shanga sal kamroq ishlatarsiz-a? Tag'in ko'nglingizga olmang. Rahmat. Chiqqan qiz chig'iriqdan arg'itib to'g'ri aytishar ekan. Bu ketishda bo'lmaydi. Bir hunar o'rganmasam bo'lmaydi. Bitta oylik bilan nimaga ham erishaman. Shamchiroq yordamida bajarsangiz bo'ladi. Buni esa bitta siri bor. Shamchiroqni qanday ishlashini esa tikuvchilarda hali O'zbekistonda hech kim o'rgatgani yo'q. Biz esa sizga buni klubda o'rgatamiz. Birinchi Shu hunarni o'rganaman. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shirin Ismoilova sizmisiz? Ha, men. Siz buyurtma bergan uy tayyor bo'ldi. Hujjatlari ham o'sha tayyor. Ertadan ko'chib o'tsangiz bo'ladi. Rostdan, birpasda. Ha, hammasi tayyor. Faqat qo'l qo'yib ketish esingizdan chiqmasin. Ha, xo'p, albatta boraman. Xo'p, sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Voy. Endi ketish paytim bo'ldi. Allohga shukr. Yaxshiyam shu hunarni o'rgandim. Endi tayyorlaning. Opajon, tinchlikmi? Qayerga ketyapsiz? O'zimni uyimga. O'z uyingizga qaytmoqchimisiz? Yo'q. Yangi uy oldim. Ko'rdingiz, hunar o'rgandim. Mana shu hunarimni orqasidan yangi uyligan bo'ldim. Mana Xudo xolasa, ukamga yangi mashinasiga to'lov ham qilib qo'ydim. Xudo xolasa mashinali bo'lasizlar. Opajon, meni kechiring. Men sizni chiqishtirmay uzr. Nimaga uzr so'raysiz? Hozir birovdan xafa bo'ladigan zamon emas. Siz ham yaxshisi bir hunar o'rganing. Sizga ham mashina olamiz. Yo'q, men qayerda mashina? Nimaga hayron bo'lasiz? Mana men bitta hunarni orqasidan uylik bo'ldim. Ukam mashinali bo'ldi. Siz nima mashina haydashni xohlamaysizmi? Xohlayman. Hunar o'rgansam, hamma orzularim amalga oshadimi? Hammasi. Ham daromadga kirdim, ham mana ko'rdingiz, uyli bo'ldim. Opajon, menga ham o'rgating. Albatta o'rgataman. Rahmat sizga. Hammasi uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Yuring, endi hunar o'rganamiz. Yuring. Oyjon, hozir bu mashonga choy ichib ichmasa ketarsiz hozir.